Tug'ilgan kunimda ham erim men bilan urishdilar. Bugun sizlar bilan tug'ilgan kunim qanaqa o'tganini bir boshidan ko'rib chiqamiz. 12 dan keyin Reels'imga shunaqa video qo'yish uchun Gulnoza Bakery'dan nikim tushirilgan tort zakaz qildim. O'zlari sovg'alar bilan qo'shib tashab ketdilar. Lekin shag'amimiz yo'q edi. Erimga telefon qilib, kelayotganingizda shag'am olib keling dedim. Lekin 12 dan keyin telefon qilib, nimaga eng qiyin ishim menga yetasan? Hech qayerdan shag'am topolmayapman. Magazinlarda yo'q deb menga baqirdilar. Shunaqa asabim buzilib, xafa bo'ldim. Lekin baribir shu xafa bo'lmasin deb shag'am topib keldilar. 15-20 minutlardan keyin katta gul ko'tarib kirib keldilar. Gul bilan qo'llaridagi sovg'ani ko'rib xursand bo'ldim. Keyin shag'amni tortga qo'yib, shunaqa fotosessiya ham qildik. Men Gulnoza Bakery'ga zakaz berayotganimda menga shokoladni, kremlari ham, biskvitlari ham, даже usti ham shokoladni bo'lsin dedim. Bo'ldi, xo'p dedilar-da, xuddi men xohlagandek qilib yubordilar. Ustiga men yaxshi ko'radigan puzirokli shokolad, Oreo pechennik, mevalardan bo'lsa malina va qora tut terib qo'ygan ekanlar. Bu tort bilan rasmlarim ham, videolarim ham idealni chiqdi. Biskviti ham, kremlari ham sveji. Tortni kesganimda nachinkalari ham dobri solingandi. Tortni shirasi ko'p, me'daga tegadigan emas. Qancha yesa ham me'damizga umuman tegmadi. 10-12 kishilik tortlari undan ko'p odamga ham yetdi. Gulnoza Bakery menga sovg'a sifatida o'zlarini firmenning bento cheesekeklaridan ham har xil qilib yuboribdilar. Cheesekeklari shunaqa mazali, og'zingizda erib ketadi. Jelatin, agar-agar solinmagan. Tabiiy tvorojniy sirri o'ziga qilingan. Bento cheesekeklarini lotusligi, golubekaligi va kakaoli cheesekeklaridan yuboribdilar. Buni ham kesib, sirazi yeb ko'rdim. Shunaqangi mayin og'zimda erib ketdi. Gulnoza Bakery'ga bunaqa idealniy tort, cheesecake sovg'aga yuborganlari uchun rahmat. Issiq choylar bilan tortlarni yeb, choy ichganimizdan keyin videolarni montaj qilib Instagramga joyladik. Videoni davomini va sovg'alarning raspakovkasini keyingi videoda ko'rishingiz mumkin.